Kimga shunaqa sifatli, yaxshi materiallar kerak bo'lsa, arzonrog'idan kerak bo'lsa, faqat kattaroq ob'yemda oladigan bo'lsanglar, video tagida kontaktlarni qo'yaman. Aloqaga chiqinglar. Bu ishinglarni kamroq pul tikib, kattaroq daromad olishinglar mumkin. Misol uchun 15 ming, 13 ming, 10 ming qilib olib turib, agar tikadigan bo'lsanglar, normalniy summa 2-3 barobar ham ko'proq ishlab olasizlar. Mana Isuzu to'lyapti. Şey materiallar. Mana yukilib ketyapti. Assortimentda har xil variantlar. Shular sotildi. Kimga shunaqa zo'r yuklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqib tashlaylar. Mana 3 yukliklar. Nachosi vahshiy tiniq chiqdi lekin. Mana 3 yukliklarimiz chiqyapti. Melanji bu. İşler yaxshimi? Rahmat aka, Yumsa? Rahmat. Mana hozir 3 ipliklarim yuklanyapti. 3 iplik shardonlar. 3 iplik nachoslar yuklanyapti mana mashinaga. Kimga shunaqa assortimentda trikotaj materiallari, polotnolari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Shunaqa assortimentda fabrikadan to'g'ri sizlarga sifatli trikotaj materiallarini yetkazib beramiz. Ob'yemda. Buni to'p boshisi bor, maydasi bor, arzoni bor, qimmati bor, hammasidan bor. Bemalol aloqaga chiqinglar. Bu yangi ish boshlayotganlarga qiziq. Mana sex ochmoqchiman, nimadan boshlayman, materialni qayerdan olay deyotganlarga yangi sex ochib boshlayapsizmi? Arzonroq materialdan boshlang. Shunaqa 5 metr, 10 metrliklardan boshlab oldin tikib ko'ring. 50 kilo, 100 kilo olib tikib ko'ring. Ishingiz o'xshab ketsa, yurib ketsa, keyin sekin-sekin kattasiga o'tasiz. Shunaqa qilib, xudo xolasa, yaxshi natijalarga chiqib ketasiz.